3 oy oldin yuzim shu holatda edi. Hozir Xudoga shukr ancha yaxshilandi. Bu shu tomondagi dog'lar edi. O'rni juda ham mayda bo'lib, qizarib, chuqurchaloq ham bo'lib qolgandi. Hozir chuqurchaloqlar pashti yo'q. Yuzimda o'g'rilar ko'p chiqardi, keyin dog'lari ham juda ko'p qolgandi. Bahorda qizamiq bo'lgandim. Quyoshga chiqmaslik kerak ekan qizamiq paytida. Men quyoshda ko'p yurib qo'ydim. Dog'lari qolib ketdi. Oldindan chiqardi o'g'ri, lekin hali unchalik dog'i ko'p qolib ketmas edi. Ko'p narsa toshib ketdi. Undan keyin qaytib yo'qolmadi. 3-4 martalab Pojiniga bordim. Dorilar yozib berdi. U faqat o'g'rini quritib berdi, lekin yuzim yomon qilib o'rni hali chuqurchaloq bo'lib qoldi. Keyin quruqshab ketdi yuzim rosa ham. Oynaga qaragim kelmasdi. Iloji boricha eslamaslikka harakat qilardim. Lekin baribir o'qishda o'qiyman. Hamma tashqi ko'rinishga qarab muomala qiladi bizda. Endi hali o'rtoqlarim orasida ham o'sha paytlarda ba'zida ishim bitmay qolardi. Kosmetolog uchun Instagram ochdim yozda. Qidirishni boshladim kosmetologlar yaxshilarini. Bir 3-4tasini kuzatdim. Adashmasam, ismlari aniq esimda yo'q. Ular asosan hali tabiiylikka emas, botoks qilish, unaqa qilish. Men bab Toshkentga kelib keta olmayman. Oldiga borish kerak-da, davolanish uchun. Unaqa narsalar qila olmasdim. Keyin juda qimmat, uncha pul topib bera olmasdim. Shuning uchun Zarinopani tanladim. Ham tabiiy yo'l bilan ham davolar ekan. Undan keyin chet elda o'qiganini ham ko'rdim. O'shaning uchun sal ishonchim ortdi. Chunki endi chet elda yaxshiroq o'rgatadi bizdan ko'ra. Bizda kosmetologiya unchalik rivojlanmagan. Konsultatsiya o'tdi. Muammolarim aytdi. Keyin menga dorilar, oshqozonimda ham muammo borligini aytganimda, unga ham alohida dorilar, parhez aytdi. Shu parhezlarni boshladim. Keyin o'zi aytgan narsalarni oldim. Dermatologik kosmetikalarni oldim. Shularni olib, men hammasini olmadim o'shunda ham. Asosiy 3 ta kerakligini oldim xolos. Chunki endi men uydan pul olgim kelmasdan o'zim pulimga olgandim. Shu 3 ta narsa bilan ham 3 oyda yaxshi rezultat bo'ldi. Rosa ko'p dog'lari, keyin chuqurchaloqlar bo'lib qoldi, ular yo'qoldi. Hozir ozgina qolgan xolos dog'lari, unchalik ko'p emas.